Sog'lik har doim birinchi o'rinda. Sog'ligingiz va tanangizga e'tibor berishni bugundan birinchi o'ringa qo'ying. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, hojatxonaga borgingiz keldimi, hozir hamma ishingizni shunday to'xtatingda, borib keling. Kuniga uyquga qarang. Uyqungiz kechqurun soat 10 yoki 11 da uxlashga yotib, ertalab 6-7 da uyqudan turishni yo'lga soling yoki o'zingiz rejimingiz bo'lishi kerak. Nechadadir uxlab, nechadadir turadigan. Asosiysi har kuni bir xil vaqtda uxlab, bir xil vaqtda turing. Uyqu bilan o'zingizni energiyangizni, kunlik quvvatingizni agar tartiblamasangiz, siz ertaga ming zo'r bilim o'rganmang, zo'r joylarda o'qimang, ko'p pul topmang, u tatimaydi va ishingizni ham punktualniy qila olmaysiz. Misol uchun mana darslarda berilgan topshiriqlarni vaqtida qila olmayapsizmi? Demak, siz kunlik resursingizni to'g'ri tartiblay olmayapsiz degani. Bu narsaga birinchi o'rinda xalaqit beradigan narsa uyquni betartibligi. Uyquni tartibga soling, shunda o'zingiz уже bir haftada sezasiz, tanangiz qanchalik tiklanganini, qanchalik tanangiz sizga rahmat aytib, kun davomida sizga qanaqa yuqori energetikada, yuqori quvvat bilan fokusingizni bitta joyga qaratib ishlashingizga yordam berishini ko'rasiz. Undan keyin suv har kuni to'liq vazningizga qarab deydi. Odatda 2 litr suv ichsangiz, o'zi bemalol resursga kirasiz. Quvvatingiz oshadi, ishlaringiz tartiblanadi, tanangizdagi hamma kasalliklar ketishni boshlaydi. Nimaga sizga tanangiz salomatligingiz bo'yicha aytyapman? Agar birinchi o'rinda sog'ligingiz joyida bo'lmasa, birinchi o'rinda kunlik energetikangiz joyida bo'lmasa, siz yangi bilimni qabul qila olmaysiz. Loyihalaringizda ham o'z vaqtida punktualni ishlay olmaysiz. O'shaning uchun tanadagi resursni, energetikani boshqarish, sog'likka qarash birinchi o'rinda bo'ladi. Qanaqa kasalligingiz bor, tezroq o'shani borib tekshirtirib davolanishga harakat qiling. Charchadingizmi, dam olishni o'rganing. Ya'ni haftada bir kun o'zingizga to'liq telefonga qaramaydigan kun qilib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, bu kun menda yakshanba kun. Yakshanba kuni odatda telefonga qaramayman, juda zarur bo'lmasa. Faqatgina misol zarur bo'lsa qarashim mumkin, yaqinlar bilan telefonda gaplashish uchun qarashim mumkin. Lekin yakshanba kuni telefonni chekkaga olib qo'yaman, uxlayman, o'zim ishlarim qilaman, ko'chaga chiqaman, magazin aylanaman, farqi yo'q. Bu kun men uchun yakshanba, chunki shanba yakshanba kunlari blogda axlatlar past bo'ladi nisbatan. Ko'pchilik oilasiga vaqt ajratadi. Shundan foydalangan holatda men ham o'zimga dam beraman. Keyingisi endi ertalab har kuni o'zingizga 1 soat vaqt ajrating. Ertalab o'zingizga uyg'onganingizdan keyin 1 soat vaqt ajrating. Agar turib sirazu ishga kirishib ketishingiz kerak bo'ladigan vaziyatda yashasangiz, misol uchun oilangizga nonushta tayyorlashingiz mumkin, bolalaringiz maktabga jo'natishingiz mumkin yoki ishingiz erta boshlanadi. O'shandan ham 1 soat erta uyg'oning. 1 soat erta uyg'onganingizda o'tirasiz. 6 oyga maqsad qo'yuvdingiz-ku, o'sha maqsadlaringizni har kuni ko'rasiz. Varog'laysiz, qo'shimcha bo'lsa kiritasiz, har kuni miyaga Brian Tracy'ning shunaqa texnikasi bor. Siz bitta narsani yozib, har kuni u narsani o'qursiz, 21 kun ichida u narsa hayotingizga realni kirishni boshlaydi. Sizni o'sha 21 kundan keyin qarasangiz, o'sha yozgan hayotingizga yaqinroq hayotga yaqinlashgan bo'lasiz. O'shaning uchun har kuni ertalab o'zingizga ajratgan 1 soat vaqtingizda maqsadlaringizni o'qing. Esingizdan chiqib ketadi bu narsa. O'zingizga zametkaga yozib oling nima qilishingizni. Maqsadlaringizni o'qiysiz, yangi maqsadlar bo'lsa qo'shasiz, kunlik planlaringizni qo'yasiz, o'zingizga yaxshi energetika beradigan muzika eshitasiz yoki xayolan o'zingiz bilan o'zingiz kontakt ulab olasiz. Men buning uchun sizlarga bitta texnika o'rgataman. Bajarib ko'rib, albatta natijasini aytishinglar shart, ixtiyoriy emas. Bo'lishi mumkin. Hamma o'zini ichki holati bilan ulanish texnikalari bor, to'g'rimi? Kimdir namoz o'qib ibodat qiladi, kimdir meditatsiya bajaradi, kimdir prosta tabiatda vaqt o'tkazadi, kimdir cho'milishi mumkin, lekin har kuni o'zingiz kun tartibingizga kiritishingiz kerak bo'lgan bitta texnika bor. Buni qarang qanaqa bajarasiz. O'sha 1 soat o'zingizga vaqt ajratganingizda, mana shu maqsadlar, bir nimalarni qilishdan oldin bajarsangiz bo'ladi. O'tirasizda, ko'zingizni yumasiz, 10 minutga taymer qo'yasiz. Taymerda 10 minutga qo'yasiz, чтобы u 10 minutdan keyin jiringlasin. Ko'zingizni yumasizda, tekis o'tirasiz, hech qayerga yotmaysiz, o'tirib bajarasiz. Stulga yoki yerga o'tirib bajarishingiz kerak. Devorga suyanib o'tirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni orqangiz tekis bo'lishi kerak. Oyog'ingizni uzatib olsangiz ham bo'ladi yoki osiltirib o'tirsangiz bo'ladi.
Ko'zingizni yumasiz, qo'lingizdan hech qayerga chalkashmagan. 1 deganda nafas olasiz, 2 deganda burningizdan nafas chiqarasiz, 3 deganda nafas olasiz, 4 deganda chuqur nafas chiqarasiz, 5 olasiz, 6 chiqarasiz, 10 gacha bajarasiz. 10 dan keyin tugashi bilan yana 1 dan boshlaysiz. 1 dan 10 gacha keldingizmi, yana 1 dan boshlaysiz. 1 chiqarib oldingiz, 2 chiqardingiz. Bu praktika nimada yordam beradi? Bu praktika fokusingizni bir joyga jamlab beradi. Hozirgi kundagi juda ham ko'p insonlarning muammosi diqqatini bir joyga jamla olmaslik. Diqqatini bir joyga jamla olmaydi, o'shancha o'tirib dars qila olmaydi, o'shancha o'tirib podkast ko'ra olmaydi, o'shancha o'tirib ishini bittada tugatib tasha olmaydi. O'shancha farzandlari bilan vaqt o'tkaza olmaydi. Har xil muammolar diqqatni jamla olmaslikdan kelib chiqadi. Bu narsaning asosiy sababi o'sha qisqa videolar, shortslar tez o'tib ketadi. Siz tez ko'rib olishingiz kerak yoki nimadir qilsangiz ham tez bitirib tashlashingiz kerak. Uzun vaqtli ishlarni qila olmaysiz. Shu narsa isbotlanganki, kim agar fokusini jamlab 30 minut, 20 minut bitta narsaga fokusini jamlab ishlay olsa, u tezroq muvaffaqiyatga erishadi. Demak, ishingizda tezroq rivojlanishingiz uchun mana shu praktikani o'z kun tartibingizga kiritishingizni maslahat beraman. Buni o'sha 10 minut davomida, 10 minut budilnik jiringlaguncha siz har 10 gacha sanab nafas olib chiqarasiz. Nafas oldingiz, chiqardingiz, nafas oldingiz, chiqardingiz, bo'ldi. Ko'zingizni yumib nafas olib chiqarib o'tiraverasiz 10 minut. Bunda diqqatingiz bir joyga jamlanadi, yangi ideyalar keladi, yangi g'oyalar keladi, yangi maqsadlar tug'iladi. Qaysidir loyihangizga ideya kelmayotgan bo'lsa, g'oya kelmayotgan bo'lsa yoki hayotiy vaziyatingizda qaysidir muammoga yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, aynan shu praktika sizga yechim bo'ladi. Men buni 100% hamma inson bajarishi shart hayotida deb o'ylayman va o'zim ham bajaraman. Endi keyingi topshiriq, o'zingizga ajratgan mana shu 1 soat vaqtingizda shu topshiriqlarni bajarasiz. Yana nimadirlar yozgingiz, chizgingiz, o'qigingiz kelsa qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'sha vaqt ichida kitob o'qishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib har kuni majburiy ertalab 1 soat o'zingizga vaqt ajrating. Endi kechki payt ajratishingizni uni ham hozir aytib o'taman. Keyingi vazifamiz kitob. O'zingiz uchun bitta badiiy kitob tanlaysiz. Mana men hozir o'zim uchun Kichkina shahzoda kitobini o'qishni boshladim. Mana shu kurs boshlangandan keyin men ham o'qishni boshladim, chunki bu sizlarga vazifa qilib beriladigan topshiriq. Uni o'zim ham sizlar bilan birgalikda doim bajarib borishim kerak. Demak, badiiy kitob olasiz. Kichkina kattaligini farqi yo'q. Mana shu bugundan o'qishni boshlaysiz. Qaysi kitob tanlaganingizni guruhga rasmga tushirib yuborasiz. Undan keyin e'tibor bering, u badiiy kitob bo'lishi shart. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha, moliyaviy savodxonlik, psixologiya bo'yicha kitoblar hisobga kirmaydi. Chunki bizni hozirgi kurs dasturimizga badiiy kitob o'qishingiz shart. Bu kitob o'qiganingizda tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda ichidagi voqelikni o'rganasiz. Syujetlar bir-biriga qanaqa bog'langan, yozuvchi ssenariyni qanaqa yozgan. Ssenariy bu ham bitta ssenariyda, chunki odamlar kitobdan olib kinolar qiladi. Bu sizga katta bitta ssenariy degani. Buni o'rganganingizda siz bitta voqeadan ikkinchi voqeaga qanaqa o'tish bo'lyapti, qanaqa perexod bo'lyapti, voqealar qanaqa ifodalanyapti, syujetlar bir-biriga qanaqa bog'langan, hammasini o'rganish nazarida o'qiysiz. Shunchaki emas, o'rganish nazarida o'qiysiz. Hamma ma'nosiga e'tibor bering, hamma shunaqa yozilish texnikasiga e'tibor berib o'qishingiz kerak. Endi kitob o'qishimizning ikkinchi sababi lug'at boyligimizni oshirish. Bizda nimaga ssenariylar chiroyli chiqmaydi? Nimaga kimdirlarning ssenariylari chiroyli, sochni chiqadi? Bu lug'at boyligidan kelib chiqib. Siz shu paytgacha qancha kitob o'qigan bo'lsangiz, qanaqa ko'p o'zingiz ustida ishlagan bo'lsangiz, qancha ko'p insonlardan bilim olgan bo'lsangiz, qancha ko'p podkastlar ko'rgan bo'lsangiz, sizni shunchalik lug'at boyligingiz boy bo'ladi va ssenariylaringiz chiroyli chiqadi, insonlarga yetib boradigan chiqadi. Shunchaki chiroyli emas, aynan bitta so'z bilan o'sha insonning yuragigacha yetib borishingiz kerak, yetib bora oladigan ssenariylar yoza olasiz. Men ko'pincha guruhlarda bilasizlarmi, tarjimon rolini o'ynayman. Misol, ikki xil odam bo'lsa, bitta odamning dunyoqarashi boshqacharoq, ikkinchisi boshqacharoq bo'lsa, buni aytmoqchi bo'lgan gapini ikkinchisiga yetkazib bera olmayotgan bo'lsa, men tushuntirib beraman. Qara, bu mana bunaqa demoqchi, o'shaning uchun senga mana bunaqa degan, sen noto'g'ri tushunyapsan deb tushuntirib bersam, ha, shunaqa demoqchi edim deydi. Chunki menda lug'at boyligi ko'proq, balkim ularga nisbatan, mendan ham lug'at boyligi ko'proq odamlarga balki unaqa tarjimonlik qila olmasman. Demak, kitob o'qishimizning sababi shu.
Kitob o'qishni bugundan boshlashimiz shart. Har kuni xohlasangiz 10 daqiqa o'qing, xohlasangiz 10 varaq o'qing, farqi yo'q. Kitobni bir oy davomida, mana shu 5 hafta davomida tugatishimiz shart. Keyingi vazifaga o'tamiz. Keyingi vazifamiz yozish. Mana meni o'zimni yozadigan daftarim. Sizlarga ko'rsataman deb hamma materiallarni olib kelganman. Men bu yozadigan bloknotim. Buning ichiga men har kuni uxlashdan oldin yozaman. O'zi bu 7 varoq texnikasi deyiladi. 7 varoq texnikasini men Radikalniy prosheniya degan kitobda o'qib o'rganganman. Bu shunaqa texnikaki, siz har kuni uxlashdan oldin o'tirasiz, daftarni ochasiz, ruchkani olasizda, hozir xayolingizga nima kelsa hammasini yozaverasiz. Nima haqida o'ylayapsiz? Misol uchun hozir men konditsioner firillab turibdi, uxlashim kerak, boshim og'riyapti, erim bilan bugun urushdim yoki bolam bunaqa kasal yoki o'zim tuzalishim kerak, kurs vazifalarini bajarishim kerak, hammasi jonimga tegib ketdi yoki hayotdan juda ham xursandman. Nima? Farqi yo'q. Nima xayol kelsa hammasini yozasiz. Birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, agar men negativ fikrlarimni yozsam, u hayotimga kirib kelsa-chi, kuchayib ketsa-chi deb o'ylamang. Chunki bu texnikada nazar unaqa bo'lmaydi. Bu texnika shunchaki miyangizni bo'shatish uchun ishlatiladi. Agar unaqa o'ylaydigan bo'lsangiz, juda kuchli shunaqa negativlar kelsa va ularni yozganingizdan keyin ichingizda xijil bo'lib o'ylab tursangiz, misol kuchayib ketadi boshqa, yozganingizni отчет topshirish uchun necha barobar yozganingizni ko'rsatib, mana varog'ini yozishingizda mana bunaqa qilib отчет topshirasiz. Misol uchun bunday varog'larni ozgina ko'rinib turadigan qilib, misol uchun mana bu tarafdan rasmga tushirasiz. O'sha rasmga tushirganingizni aniq qilasiz. Kuratorga tashlaysiz отчет qilib, misol uchun men buncha bet yozdim deb. Keyin bu varog'ni o'zingiz yirtib musorga tashlab yuborsangiz bo'ladi. Agar negativi juda ham ko'payib ketib, o'shanaqa fikr bo'lsa ichingizda. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, o'tirib nima xayolingiz kelsa yozishingiz kerak. Bunaqa yozishda sababi birinchi o'rinda uyqudan oldin miyani bo'shatish va yaxshi uxlashingizni ta'minlash. Ikkinchidan, inson bir kun davomida juda ham ko'p qaror qabul qiladi. Misol uchun, men bu stakandagi suvni ichsammi yo'qmi deb ikkilanib turib, buni ichishim yoki ichmasligimga qaror qilishim ham miya uchun stress. Har bitta qilaman, qilmayman degan joyda bo'ldi qilaman yoki qilmayman deb qilingan qaror uchun miya o'zidan juda ham ko'p kuch ajratadi. O'sha kuchni hisobiga endi siz miyadagi stressni, o'sha ko'p fikrlarni bo'shatib tashlashingiz kerak va miyaga yordam berishingiz kerak. Kechqurun uxlaganingizda o'zini to'liq tiklab, ertalab sizga yana to'liq funksiyada xizmat qilishi uchun. Endi keyingi sabab yozishga bu biz demak bu kursda o'zi kontent qilish, ssenariy qilish, blog yurg'izish, o'zimiz ichimizdagi potensialni yuzaga chiqarishni o'rganamiz-ku. Demak bu yozish ham bizga juda katta yordam beradi. Fikrlaringizni ifodalay olishga. Boshida sizda bo'ladi, har xil bog'dan, tog'dan yozavering. Uni rasmga tushirib tashlaganingizda varoq qilib rasmga tushirib tashlamaysiz kuratorga. Uni hech kim o'qimaydi sizdan boshqa. Maqsad yozish va miyadan o'sha narsalarni chiqarish. Ikkinchisi o'zimizda yozish texnikasini shakllantirish. Ruchkada yozganingizda, qayta telefonda yozgandan ko'ra sizda ssenariy yozishga bo'lgan ko'nikmalar kuchliroq shakllanadi. O'shaning uchun o'zim tajribamda qo'llab keladigan va menga yaxshi rezultat bergan topshiriqlarni sizlarga beryapman. Keyingi vazifamiz sport yoki har kuni 1 soat tez yurishga chiqish. Bu narsa siz rivojlanishingizga juda katta yordam beradigan narsa. Orangizda buni biladigan, bilmaydiganlar bor. Tushuntirib beraman qisqacha. Biz hayotimiz davomida to'xtamasdan bilim olamiz, to'g'rimi? Har kuni kimdandir nimanidir o'rganamiz. O'rganganimizda bizda ong rivojlanadi. Ong rivojlanganda agar siz tanaga hech qanaqa harakat bermasangiz, kuni bilan o'tirib ishlaysiz, tana rivojlanishdan orqada qoladi. Ong o'sib ketdi. Endi siz oradagi balansni yo'qotib qo'ydingiz. Mana bu oradagi balansni yo'qotib qo'ydingiz. Bu balansda siz tanani harakatlantirib erisha olasiz. O'zi kunda ko'p yuraman, uyda ko'p ish qilaman desangiz ham, qanaqadir sport, raqs yoki bo'lmasa hech bo'lmasa tekin faqat vaqt ajratsangiz bo'ldi. Keyin siz ko'chaga chiqasiz, telefonga qaramaysiz, 1 soat prosta sayr qilib yurib kelasiz. Tez yurasizmi, sekin yurasizmi? 1 soat yurishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa holatda siz taningizni rivojlantirasiz.
taningizni harakatga keltirasiz va ongingizdagi bilim darajasiga olib chiqqaningizda sizda daromadda o'sish bo'ladi. Mana bu kursdan maqsadim sizlarni daromadinglarni ham o'stirish. O'shaning uchun daromadingizni o'sishga nima xalaqit qiladi? O'sha to'siqlarni chopadigan, kesadigan, yo'qotadigan topshiriqlar beryapman. Bu qanaqa kurs? Bu psixologik kurs emas-ku deyishingiz mumkin. Lekin men sizlarni daromadinglarni ham o'stirmoqchiman, shaxsiy rivojlantirmoqchiman va kerakli bilimlarni ham bermoqchiman mutaxassislik bo'yicha. O'shaning uchun hammasini birgalikda olib ketishga majbursiz. Bajarasiz. Shuning uchun hozirdan o'zingizga belgilang, yoki sport boshlang, yoki raqsga boshlang, borayotgan bo'lsangiz yana ham davom ettiring, yoki bo'lmasa shunchaki yurishga chiqishni boshlang, o'zingizga kunda istalgan vaqtida vaqt ajratib, lekin harakat qiling har kun bir xil vaqtda chiqishga. Chunki tana shunga moslashadi va bir hafta misol uchun 1 oy, 2 oy chiqdingizda, bir kun chiqmadingiz, esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shu paytda tana sizga eslatadi o'zi. Qanaqadir yurishga chiqishingiz keladi, yurgingiz nimadir sport bilan shug'ullangingiz keladi. O'shanaqa paytda siz tanaga yanada shu narsani berishingiz kerak bo'ladi.